Agarda sizni kuchli og'riqli hayzlar bezovta qiladigan bo'lsa, bu videomiz albatta siz uchun. Hayz paytidagi kuchli og'riqlar, ya'ni aytamizki, sxvatkobrazniy og'riqlar, ya'ni dardga o'xshash og'riqlar, orqa ichakga tarqaladigan og'riqlar bu norma holat hisoblanmaydi. Bularni albatta sababi sizdagi o'sha kichik chanoq bo'shlig'idagi kasalliklar yoki turli xildagi ginekologik operatsiyalar yoki sizda tug'ruq yuzaga kelgan bo'lsa, tug'ruqni turi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunda albatta siz bu muammolarni yechimini bilishingiz uchun kichik chanoq organlarini ultratovush tekshiruvidan o'tkazishingiz va mutaxassis bilan maslahatlashgan holda bu holatni oldini olishingiz mumkin bo'ladi. Nimaga desa, bu holatlar, ba'zi bunaqa holatlar sizda bepushtlikni yuzaga keltirishi mumkin bo'ladi. Bu videoni hayzida kuchli og'riqlar bilan bezovta bo'ladigan dugonangizga jo'natib qo'ying.